Paxta maydonlarida uchraydigan ajra, g'umay, qamish, shamak degan o'tlarga qarshi bemalol Defensiya Ultra'ni gektariga 1 litrdan rasxod qilib qo'llashlaringizni tavsiya qilib qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Mana bugun biz yana Pastdarg'om tumani Go'zalkent MTPga qarashli Tayyorlar fermer xo'jaligini paxta maydonida begona o'tlarga qarshi Defensiya Ultra preparatini gektariga 1 litrdan rasxod qilib 27-aprel kuni sepganmiz. Mana bugungi kundagi holati bugun 5-may sanasi, oradan 8 kun muddat o'tdi. 8 kunda mana begona o'tlarning holati hozirgi kunda mana shunday holatda turibdi. Mana ta'sirchimizni iltimos qilamiz. Mana begona o'tlarni mana bunday holatda mana o'sha ilis tomonlarini ham hamma tomonini iritib, suv yurgizmay qotirib qo'ygan mana. Evet. Qo'lni mana qurityapti. Mana begona o't ta'sirchimizni iltimos qilamiz. U tomonlarini mana bu tomonlarda hamma joyiga biz 1 gektar maydonga sepganmiz bu yerga dorini. U tomonlarga dori sepilmagan hali. U tomoni ham xudo xohlasa sepilsa, mana shunday holatga keladi. Evet. Mana eritib Evet. Atayna shigardan layapti deb o'ylagandim mana. Bu realni hayot bu mana. Realni sepilgan. 8 kundan keyin mana shunday holatda turibdi. Mana yashil bo'lib turganini ham dori tekkan, lekin tagi mana bunday holatda turibdi. Mana bu ham qurgan mana. Hech narsasi yo'q, mana o'tkazmagan, umuman iriyapti. Lekin mana barikda jonivor bo'lib turibdi, hali yashil bo'lib. Mana endi mana holat. Yana boshqalarni ko'ramiz. Mana ta'sirchimizni iltimos qilamiz, mana holatini ko'ramiz. Qo'l o'shu nuqtasini hammasini to'xtatib, mana eritib bergan mana. Mana eritib bergan. Ketdik. Ta'sirchimizni iltimos qilamiz, mana hamma begona o'tga ta'sir qilgan mana. Eritib bergan mana. U bitta yerga sepilmagan, bu 1 gektar maydonga sepilgan. Hammasini holati shunday. Mana bu yashil holatda turibdi deb o'ylashingiz mumkin, lekin yashil holatda ham mazasini qochirib tashlagan mana. Quritib bergan. Eriyapti. Mana ta'sirchimizni iltimos qilamiz. Yonroq qolib kelib ko'rsatishni so'rayman. Mana unga ham sepib mana. Holat. Paxta maydonlarida uchraydigan ajra, g'umay, qamish, shamak begona o'tlarga qarshi bemalol Defensiya Ultra'ni gektariga 1 litrdan rasxod qilib qo'llashlaringizni tavsiya qilib qolamiz. Mana paxtaga hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q, mana paxta turibdi. Mana bo'g'ni dori sepilgan. Mana paxtani holati.